Eski ulaq, qozon tovoq, sigir buzoq. Amak tog'a, og'a ini, amma xola, jiyan bo'la. Ishlar qalay, siz qalay? Bobom zo'rmi, har qalay? Momon bilan damlimi, eshik yillar jonlimi? Katta kichik keksa yosh, uzoq yaqin qarindosh, o'g'il qiz sinfdosh. Oilangizga bo'ling bosh. So'kilmagan ertakdan, so'kinmagan erkakdan, yonmaydigan o'tindan, ko'nmaydigan xotindan, yo'nilmagan tayoqdan, yurtim kezgan sayoqdan, yer talashgan qondoshdan, xumboshdan ham gulboshdan, qarmoqdagi xo'rakdan, quloqdagi zirakdan, shikordagi quyruqdan, boshliq bergan buyruqdan, qozoq qirg'iz ruslardan, tojik turkman do'stlardan, shoshga kelib burgutdan, kam bo'lmagan burgutdan, sizga Salam olsun sultandan. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Ko'rganimizdan xursand bo'ldik. Xursand bo'ldik. O'rtaga tushish qiyin-da. Salomat bo'ling. Taklif uchun rahmat. Ertak tomdan kelib tomosha qilib katta san'atkorlar, ijodkorlar, olimlar har bir ko'rsatuv haligi ibora bilan aytganda bir katta asar bo'lyapti-da. Albatta. Buni tomosha qilayotgan muxlislarimiz, men o'ylayman, o'zlarini ko'p hayotiy savollariga jumboqlarida mana shunaqangi ko'rsatuvlar orqali javob topadi. Ko'rsatuvimiz manfaatli bo'lsin deymizda. Ortiq aka Sultonov so'z ustasi. Siz juda ham yaxshi taniysiz va albatta ularni ko'rishimiz bilan yuzimizga tabassum, samimiy tabassum ilindi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Rahmat. Bir o'q bilan ikki quyonni urdi desam xato bo'lmaydi. Ham qo'shiq aytdilar, ham ko'rishib oldilar. Qarang, butun xalqimiz bilan, havo bilan. Hamma qarindoshlar so'raldi-da, yaqinlar. Hamma bilan ko'rishib oldilar, qoyil qolishgan. Endi bu qo'shig'imizni o'zi shu maqsadda yaratganmiz. Tadbirlarga borsak ham, boshqaga borsak ham, kirgan paytingizda hamma har holatda bo'ladi-da. Mana shu qo'shiq yoki bunga o'xshagan 10-15 ta qo'shiqlarimiz bor, o'zimiz yaratgan. O'shalarda aytib, asosiy maqsad tomoshabinni diqqatini jamlab olish. Chunki gapiramizda bizlar. Gapirayotganda ko'pchilik endi qiziqchilikda oddiy qaraydi, oddiy deb qaraganda, lekin gapirayotganingizda bitta noto'g'ri nafas olib qo'ysangiz ham kulgi chiqmaydi. Hatto shu nafasgacha to'g'rilab boramiz. O'sha bitta haligi latifada masalan apandi, masalan xotini. Ikkita qahramon. Shu ikkita qahramon ba'zi 3 ta, ba'zan 5 ta. Soniyalarda obrazdan obrazga o'tish kerak-da. Shuning uchun ko'p shogirdlarga aytaman, "Og'ayni, bu qarash, bu harakat bilan sen muvaffaqiyatga erishishing qiyin." Men sizga bitta jihatini aytaman, ya'ni apandini xotini yarim kechasi daras turing, obraz ayolga aylanadi. Ovoz qaysidir jihatda. Daras turing. Ha, nima deysan? Yarim kechasi turing, derazadan to'p etib o'g'ri tushdi yo dadasi. Bitta qarang desam. Obbo, shu meni uyg'otmasdan o'zing qarasang bo'lmaydimi xotin desa. Kallangiz joyidami, nima deyapsiz? Men ikki qatdan qo'rqaman. Desa, ikki qat sen qo'rqqan, bir qat men qo'rqmayman dedi. Ko'rasiz, obrazdan obrazga o'tish. Buni endi holatdan holatga kirish demak, bu paytning o'zida. Endi asosan bir aktyor teatrida so'z ustasi bo'lish, bir aktyor teatrida. Meni nima shogirdlarga aytaman-da, bitta misol milliy teatrda bitta spektakl 1,5 soat bo'lsa, shuni ijro qilish uchun 50 dan ziyod odam sahnaga chiqadi. Shunaqa. Bizlar bir o'zimiz shu ishni qilishimiz kerak. Bu degani 50 ta odamning talanti, 50 ta odamning bilimi, 50 ta odamning haligi kuch g'ayrati bo'lish kerak-da. Shuning uchun men aytaman, mana shu haligi shogirdlarga qiziqchi shaxs kulgu jamiyat ko'zgusi deganda, shaxsga aylanmaguningcha bo'layotgan jamiyatdagi narsalarga nisbatan senda grajdanlik pozitsiyasi paydo bo'lmaguncha sen o'zingni qiziqchi hisoblama.
latifani hamma ham aytaveradi. Ortiq aka, mana shu san'atga kirishga kim sizga sababchi bo'lgan? Ayni mana shu so'z bu savol endi bizda tajribamizda eng ko'p beriladigan savol. Shuning uchun bu savol atrofida juda ko'p o'ylaganman men. Mana masalan 3-4 yoshar paytida bolaga qarasangiz, qo'liga malatok topib turib, haligi buni san urishibsiz, nima qilaman aytam. Quruvchi deysiz. Quruvchi bo'ladi bu deyman, usta bo'ladi. Ya qiz olib ha deydi, kimdir bog'cha opa bo'ladi. O'tkazib dars o'tayotadi bu qo'rchoqqa. Demoqchimanki, inson kasb tanlamaydi. Kasb insonni tanlaydi. Bu birinchi nimasi, ikkinchisi peshinaga yozilgan bo'ladi. Peshinaga shu san'atkor bo'ladi. Nasiba. Lekin sizni sahnalarda ko'rgan insonlarning kayfiyati ko'tariladi. Aytdim-ku, sizni ko'rishimiz bilan yuzimizga tabassum yugurdi. Demak, sizga o'sha taqdir eng kerakli joyda, eng kerakli vaqtda bo'lish kerakligini nasib etganda, bizda kulgu terapiya degan jarayon bor. Kulgu bilan davolash bor. Insonlarga yaxshi kayfiyat ulashish. Bundan tashqari, o'sha jamiyatdagi eng aytilishi mumkin bo'lmagan qiyin jarayonlarni kulgu ostida yumorga boyitib taqdim etish ham bor. Shunday. Endi mana bu kulgu terapiya deganingiz bu bor gap, chunki ana Tibetda shunaqangi shifoxona bo'lgan, odamlarni o'tkazib olib, kuldirib, keyin yig'latib davolaganda. Endi mana olimlarimiz isbotlashgan, hech narsa insonda yuzini kulguchalik massaj qila olmas ekan. Kulganda hamma mushak ishlaydi, kulib yurgan odam olmaydi, turadi yo'q. Keyin yana qarang nima deyapti. Yana kulgan paytida keragidan ortiqcha kislorod olib, keragidan ortiqcha chiqaradi odam. Jarayon bor. O'sha jarayonda o'pkalarga ham yordam beradi. Davleniya normallashadi, qon aylanishi normallashadi. Shuning uchun mana kayfiyatsiz kasal turgan odam sal kuldirsangiz, birdan ochilib, tuzalib qoladi. Shunaqa jihatlari bor. Bu endi ko'p bunaqa narsa aytib beraversangiz ko'p. Demoqchimanki, biz ham shifokormiz deb qaraganda. Qalb shifokori-da. Shunday, qalb deganingizda inson yaratilgan paytida qaysi kun internetda eshitib qoldim, juda ma'qul bo'ldi rivoyat menga. Keyin aql miyani joylagandan keyin bo'ldimi debdi. Yo'q, xotira kerak debdi. Uyni topib borish kerak, ish topib borish kerak. Xotirani joylashibdi, farosat kerak debdi. Mehr oqibat kerak debdi. Bu debdi, kalla to'libdi. Yopgandan keyin ko'ngilchi debdi-da. Ko'ngil qolib ketdi deng. Ko'ngilga joy yo'q, qolmabdi. So'raylar qani, boshqa joyga bo'lsa ham rozi bo'lsa, boshqa joyga qo'yamiz. Boshqa qolmadi joy debdi. Keyin ko'ngildan so'ragan ekan, odamiy hazrati odam bilan birga bo'ladigan bo'lsak, bizga joyning farqi yo'q. Birga bo'lsak bo'ldi degan uchun ko'ngil tanada joylashtirilib, manzillarni qilmaslik. Butun a'zolar hammasi shunga bo'ysundirilgan. Shuning uchun aytadiki, ko'nglim yo'q dedimi? Xalqimizda ham gap borda, turmush qurayotganda aytadiki, qiz tuqqancha, o'g'il o'lgancha deydi. Ko'ngil qo'ymas ekanda, qiz bitta tuqqandan keyin bola bilan o'g'il ko'rib ketar ekan. Lekin yigit yo'q dedimi yo'q ekanda, ko'ngil shunaqangi bir nozik narsa ekan. Yana bittalik nimasi e'tibor berganmisiz, janjallashayotgan odamlar 100 turaveradi-da, bir-biriga baqiraveradi. Bo'lmasa sekin gapirsa ham eshitadi, yonida turibdi. Baqiradi. Nima uchun? Ular o'zlari yaqin turgan bilan ularning ko'ngillari uzaldi. Ko'ngil eshitsin deb baqiradi. Janjal qilib. Qalbga yetib boradigan so'zlar sukut asnosida ham taqdim etilaveradi-da. Lekin ko'ngillarni ko'tarish hammaga ham nasib etmaydi. Ko'ngilga iliqlik, xushnudlik olib kirishni sizga baxt sifatida hadya etilgan in'omda bu. Odamlarni davolash maqsadida, ya'ni o'sha kulgu terapiya yordamida davolash uchun siz katta manzillar tomon odimlaysiz. Ular ko'rishlari bilan haqiqatda sog'ayib ketishadi-da. O'tkir aka, o'zingiz ham boshqacha energiya olsangiz kerak buni. Mana shu ko'pincha ozgina sog'liq mazza bo'lmay tursa ham o'zimizni majburlab sahnaga chiqamiz-ku. Konsert tugaguncha qanaqadir kuch keladi deng. Tuzalib qolamiz. Kasal esimizdan chiqib ketib qoladi. Shuning uchun sahna ham ilohiy, kasbimiz ham ilohiy deb hisoblayman. Aytganingizdek, bir insonni shod qildimi, u jannatiy deganda. Payg'ambarimiz shunaqa nima borda. Keyin buni eshitib Abu Bakr Hazrat yig'lar ekan. Nega yig'layapsiz desa, duomi ham borda. Ko'nglini shod etgan jannatiy bo'lsa, insonni ko'nglini qoldirgan do'zaxiy. Bu qalb shunaqa bir ulug' mard narsaki, shunga shunaqangi baho berilgan. Endi apandini ham aytib beraymi? Qani degandan keyin Ortiq aka latifalardan bo'lmasa kerak. Apandini ko'pchilik aytmaydi-da. Nimaga desang, chunki hamma biladi ko'pchilik. Hamma biladi apandini. Hazirlarini. Biladi, shuning uchun bilmaydiganini topib aytishga, chunki nima deydi? Hamma ham qo'ldan kelaveradi. Uncha ko'p o'qish kerak, izlanish kerak, izlansangiz chiqib qolaveradi. Eshak ustiga teskari ketayotgan ekan.
yo'l chetida o'tirgan qo'shnilar, "Ha, apandim, eshakka teskari o'tirib olibsiz" desa, orqadan kelayotgan xofni ko'rish uchun debdi-da. Oldindagi xofchi desa, "Ha, uni eshak ham ko'radi" deydi-da. Salomat bo'ling. Ortiq aka, har bir o'sha qiziqchini o'zini uslub yo'nalishi bor. Sizlarda esa Zokir aka bilan chiqqanlaringda shu aynan bir uslubni qo'lga kiritgandinglar. Ya'ni o'sha taronalarga she'rlar yozib, hajviy she'rlar yozib, uni tarona qilib aytgansizlar. U ham juda bir kulgili, hazilomuz, bir insonga yaxshi kayfiyat bag'ishlaydigan uslub bo'lgan. Bu g'oya kimdan chiqqan o'zi boshida? Endi bu janr o'zi narigi hazil parodiya deyiladi. Avval hech kimga uchramaganda, sizlar aytgan payt birinchi bo'libsizlar bu narsa. Bizlardagi salmoqliroq bo'lgani uchun shunday bo'lgandi. Bizgacha ham ko'pchilik aytgan. Ana masalan, yarim o'zimizni tariximizga qarasangiz, ana deyarli ko'p ustozlarning repertuarida shunaqangi parodiya, mashhur she'r yo qo'shiqqa teskari qo'shiq parodiya shunaqa bo'ladi. Hay sanam, hay sanam, qoshi ko'zi yoy sanam, xunuk bo'lsang ham mayli, otang bo'lsin boy sanam. Voy, seni qoshing qaromi, meni bag'rim yaromi, seni menga tiqishtirganim haromi deb to'xtaveradi. Yurtimizda, mamlakatimizda Ortiq Sultonovning ijod maktablari, mahorat maktablari tashkil etilgan. Shu haqida O'sha gaplashaylik. 222-son farmoni chiqqan prezidentimizda bu kulgu san'ati tarixida birinchi va eng haligi biz uchun katta bir imkoniyat eshiklarini ochib beradigan farmon. Bu yerda juda ko'p narsalar berilgan va ikkinchi ilovasida endi vodiyda bor maktab Abdulla Akbarov nomida, Mamasiddin Shirayev, Xotam Hakimjonov nomida vodiyda 7-8 ta maktab bor. Toshkentda ham bor, To'xtamurod Azizov nomida. Lekin men faoliyat bilan tanish emasman, qanday nima ish qilayotganini juda yaxshi bilmayman. Meniki demak Samarqandda ochilsin deyilgan farmon bo'yicha Samarqandda tashkil qilganmiz. Endi haligi kulgu shunaqaki ozgina yosh tanlaydi. Shuning uchun maktab o'quvchilarini alohida guruh qilganmiz. Keyin mana bu kollejlarda, texnikumlarda o'qiydiganlarning guruhi alohida. Talabalar va bugungi kunda xalq xizmatida yurgan shogirdlarimizdan 3-guruh shakllantirilgan. Endi men o'sha haftada bir kun boraman, uchalasiga bir kundan va keyin nima orqali, telefon imkoniyatlari katta, onlayn dars o'taman. Ularning hammasiga mutasaddi qo'yilgan. Biz endi hozir rejalashtirib turibmiz. Sentyabr, oktyabr oyidan o'sha guruhdagi eng iqtidorlilarni olib kelib televizorlarga chiqarib xalqqa tanishtiramiz deb. Chunki nimalar ko'p, iqtidorlar ko'p. Haligi biz Toshkent yerda ham ishlaganmiz, bilasiz, endi 15 yilcha ishlaganmiz. O'sha paytda ham son sanoqsiz insonlar kelardi. Men ham qiziqaman, meni ham chiqaring. Absolut kasb, boshqa kasb. Men boshqa kasb bo'lgandan keyin oson tuyuladi bu narsalarda hammasi. Lekin baribir ustoz ko'rmagan shogird deydi-yu. Xuddi shunday ustoz ko'rish kerak. Biroz qiyinchiliklar. Albatta o'sha maktabni demak bosib o'tish kerak. Bosib o'tish kerak. Aktyorlik akademiyasi degan ibora bor. Bu iborada sizlar nazarimda o'qigansiz, u yerda o'rgatiladi Konstantin Sergey Stanislavskiy deydi. Stanislavskiy yo'nalishi. 3 ta asosiy bosqich bor-da, aktyorni rol ustida ishlashi, aktyorni o'z ustida ishlashi va aktyorni u rol ustida ishlash jarayonida rol ustida ishlashi deb bo'lingan. Demak, men shu ko'pchilik aytadi, mana hozir qo'shiqlarimiz bor, jiddiy qo'shiqlarimiz bor. Men ularni o'zim qaytadan yozaman deyarli. Chunki masalan, bizning sohamizda shunaqa gap borki, tekst tasavvurni uyg'otish uchun. Unda fikr qoladi xolos. U jiddiy. Biz ularni hammasini olib tashlab, o'rniga kulgili gap qo'yamiz. Qaytadan yozamiz. Ishlanadi. Ishlanadi. O'shanda u kulgili bo'ladi. Endi u yozuvchi qiziqchi emas, kulgili qilib yozib berilmaydi. Shuning uchun ko'pchilikda yozuvchi shoirlar bilan muloqot qilmaydi. Nimaga desangiz, qiziq yozib bermaydi deydi. Bari o'zidan chiqqan o'sha ijod namunasi boshqacha bo'ladi. Shuning uchun aytamanki, og'ayni, u senga turtki beryapti dedi, g'oya bor, fikr bor. Shu fikrni ushlada-yu, uni o'zing kulgili qil. Masalan, haligi 5-6 ta iborani o'rniga bitta haligi hikmat qo'yish mumkin. Masalan, bo'lar odam 10 yoshida bosh bo'lur, bo'lmaydigan 40da ham yosh bo'lur degandek bir kun apandi deb boshlab kelsangiz, bir dunyo gap kerak bo'lmay qoladi. Shunaqangi ishlarimiz bor. Ortiq aka, sizni o'sha
ijodiy hamkorlik Zokir aka bilan bo'lgan o'sha hazillaringiz hozirgacha meni esimda. O'sha konsert dasturlaringizni hozirgacha ko'ramiz uyda kerak bo'lsa. Va bizda ayni paytda reklama ekan. Reklamadan so'ng suhbatimizni davom ettirsak. Rozimisiz? Ma'qul. Ma'qul. Biz yaxshi kayfiyatda, yaxshi inson bilan birgalikda efirga qaytdik va suhbatda davom etamiz. Ijodiy hamkorlik haqida gaplashilayotgandi. Albatta. Savol taqdim etilgandi. Qaysi kuni bir bloger yigit intervyu olibdi-da sherigimizdan. Hamdalik sizga nima berdi emas, Hamdalik sizga nimani olib qo'ydi deganda, keyin Zokir aytganki, yakka sifatida ijod qilish imkoniyatini olib qo'ydi. Mana men ham bir narsalar qilaman, ijtimoiy tarmoqqa chiqsa, Zokir aka bu endi zo'r bo'lardi-da deydi. Siz bir-biringizni to'ldirib turadigan ijodkorsiz. Unga ham xuddi shunaqangi keyin har zaman suhbatlashgan paytimizda men ham shu bir konsert berishimiz kerak shekilli muxlislar juda qattiq so'rayapti deb. Jufting sog'inga. Chunki nima endi bu yerda akam deydi, ko'pchilik yengil qaraydi. Biz endi hozir chiqsak 5-6 yil oldingi qiliqlarni qilsak yoshimiz katta bo'lib qoldi. Yarashmaydi. To'g'ri. Demak biz bugungi qiyofani topishimiz kerak. Demak bizni bugungi gapirish haligimizni topishimiz kerak. Fikrlarni, g'oyalarni bilmayman qandaydir aqlliroq bo'lish kerak, qandaydir donishmandroq bo'lish kerak deyman-da. Bu chollar, yomon chollar. O'shani topolsak, bu kulguda yangi to'lqin bo'ladi. Bo'ladi. Biz sizlarga ishonamiz. Topolmasak, ham handalik ham Aynib ketibdi. Ortiq aka, sizda hozir bir fikr bo'ldi-da, yozuvchilar hajviy asarlarni, demak o'sha latifalarni yozishga birozgina qiynaladilar, ularni yozishlari mushkul chunki his qilish qiyin degan fikr bo'ldi-da. Yumorni hamma ham his qilavermaydi. Lekin sizning kitobingiz bor. Biz bu kitobdan uzoq yillardan beri Yoshlar radio kanalida latifalarni birgalikda shu duet tarzida ijro etishda foydalanib kelamiz-da. Juda ham chiroyli latifalar, teshi tegmaganlari taqdim etilgan va har bittasi hattoki biz ijodkorlar o'zimiz o'qiganimizdan keyin ancha kulishimizga sabab bo'ladi-da. Bular hayotdan olinganmi? Endi hamma narsa hayotdan olinadi. San'at nima? Borliqni badiiy ifoda etish. Xomishi hayotdan olinadi. Nima qiladi? Shuning uchun ikkilamasdan hayotda deb aytaveramiz, chunki hayotimizda o'zi to'la kulguga to'la. Uni ko'radigan ko'z kerak. His qilish kerak. Shuni ko'rib his qilsangiz, demak, hamma narsada kulgu bor. Bu yo'nalish to'xtab qoldi. Bitta kitob chiqdi. Endi ilmiy ish qildik. San'atshunoslik bo'yicha. Keyin ozroq darslar berdik. Endi bugungi kunda o'sha Samarqand viloyatida o'sha madaniyat boshqarmasida shaharda madaniyatni boshqardik. O'zbek konsertni boshqardik. Ozgina rahbarlik sifatida ham o'zimiz sinab, ozgina ijoddan sal chetlashib lekin baribir o'sha jarayon bo'lib turdi, konsertlarga borib turdik, to'y hashamlarga borib turdik, u jarayon to'xtamaydi. Endi shu aytgandek bu yerga juda katta kuch kerak-da. Qaysi kuni u erto'g'rilda o'ynagan aktyor gapirib beryapti-da. O'sha bit qizig'ida o'ynagan ekanmiz, yosh ekanmiz. Hozir taklif qilsa, hozir o'ynalmayman uni dedi. O'ynamayman emas, o'ynolmayman dedi. Chunki ot ustida 2 yil ot ustida yurdik deydi. 2 yil qilish bilan mana qilib oqshomini yelkalarimiz og'rib deydi. Keyin iltimos qilib alyumindan yasatdik qilishlardi deydi. Yengilroq bo'lish uchun. Demoqchimanki, har yoshda o'zini kuchi g'ayrati bor. Bugungi kunga sal aqlliroq gapirishimiz kerak. Qarang, hali xotini qiz tug'sa janjal qiladigan yigitlar bor-ku. Ha, qiz tug'asan. Endi avval bu Xudo bergani, o'g'il qiz deymiz. Shukr qilish kerak. Bu eng katta sabab. Keyin yana olimlarda sabab topishibdi. Agar er zolim bo'lsa, janjalkash to'polonchi bo'lsa er. Birinchi o'g'il tug'ilar ekan, onani himoya qilish uchun. Qarang. Agar xotin zolim janjalkash to'polonchi bo'lsa, qiz tug'ilar ekan, otani himoya qilish uchun. Otamdan rahmat. Men ketaman shekilli. Endi kim o'g'il qiz bo'lsa, o'zidan xulosa chiqarib oladi. Kelishib olasan. Biz o'zimiz haqimizda bilib oldik, haqiqatdan. Albatta. Yaxshi faktlar, yaxshi bugun topilmalar bo'layapti-da, ko'rsatuv orqali har bitta mehmonimizdan o'ziga xos topilmalarni biz qabul qilyapmiz. Bernard Shouning gapi borda aytadiki, yaxshi ko'rgan narsangga qarab intil. Bo'lmasa erishganingni yaxshi ko'rishingga to'g'ri keladi deydi-da. Ijodkor ayniqsa bir joyda turmaslik kerak. Ortiq aka, yangilardan bir dona bo'lsa ham eshitaylik endi. Ijod namunasi. Ikkita qiz bir kafeni barida o'tirib, ozgina bir men bo'lgan shekilda qarab, dugonasiga o'ng tomondagi qarab, ikkita ayol o'tiribdi. 15 yildan keyin biz ham shulardek bo'lib qolamiz-da desa, dugonasiga qarab, kallang joyda oynaga qarab gapiryapsan.
inson yoshini hech qachon tan olgisi kelmaydi-da. Lekin tomoshabinlar ham bugun o'zgarganda, bugun muhit o'zgargan, zamonaviy dunyoda yashayapmiz va bugungi insonlarga ta'sir qilish doirasi birozgina o'zgarganday. Avvalgi sizni tomoshabinlaringiz, muxlislaringiz bilan bugungi kunni muxlislarini kuldirish orasidagi farq. Endi hamma o'zbek, hammada aql bor. Gap prosta shu aqlni ishga solib, mana askiyachilar bilan bizlar tomonda vohada askiyachi desa, o'zi gapirib o'zi kuladiganmi deydi-da. Farq shundaki, biz qiziqchilar tayyor yumor beramizda, nima qilib. Askiyachiga muxlislik qilish uchun ijodkor bo'lish kerak. Kosa tagida nim kosada. Ikkita ma'nosi bor-da. Uni bizda masalan shu bolani olibsiz, o ta'sir ishda qilasiz, bola bo'lmaydi deydi-da, misol askiyachi. Bola bo'lmaydi desa, bizda xalqimiz bu voha taraf bola odam bo'lmaydi deb tushunamiz. Vodiylikda farzand deb tushunib kulishaveradi o'zimizda. Chunki hozir yangi dasturda ham shu sherigimiz bilan o'ylayapman men. Juda 50 dan ziyod yo'nalish bor bizning kulgumizda. Lekin bor bugungi kunda 3 ta 4 ta nima bor. Ana masalan, lofchilar bo'lgan, bu ham qiziqchilik bir turi. Tez aytish ham, maqol aytish ham, chiston aytish ham, hammasi nima? Shuning uchun shunaqalarni kiritamiz endi mana xalqimizga bizda shuncha yil o'rganganlarimizdan topgan narsamiz, bu narsa kelgusida yoshlarimizni ham kengroq doirada ijod qilish imkoniyatini yaratadi. Rahmat sizga ijodiy parvoz tilaymiz va yaxshi ijod namunalarini kutib qolamiz. Shuning bilan bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Qadrli teletomoshabin, sizni kayfiyatingizni ko'tara olgan, manfaatli suhbatlarni taqdim eta olgan bo'lsak, juda ham xursandmiz. O'zingizni biz uchun ham ehtiyot qiling. Sizni yaxshi ko'ramiz. Xuddi shunday. Bugun rejissyorimiz Azim Miliyev bo'ldi. Mana shu 2 soat mobaynida yaxshi kayfiyatda ulashgan bo'lsak, biz oliy maqsadimizga erishdik. Barcha tasvirchilarimizga, ijodiy guruh ham muxlislar nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Sog' bo'linglar. Bitta qo'shiq bilan xayrlashamiz. Marhamat. Ortiq aka. Dastur oxirini esa sahna sizga muntazir. Ortiq akani yaxshi bir tarona bilan yakunlaymiz. Marhamat ustoz. Qani. O'tasiz. Qani. Tangani ham bordur ikki tomoni, erkakni ham bordur yaxshi yomoni. Tangani ham bordur ikki tomoni, erkakni ham bordur yaxshi yomoni. Noyob yerlar kamyob bo'lgan zamoni, achchig'ingiz xo'jangizga sezdirmang, yeringizni o'zingizdan bezdirmang. Yeringizni o'zingizdan bezdirmang. Kelmasa ham har kun shomi Iroqdan, yaqindagi yaxshi bo'lar Iroqdan. Kelmasa ham har kun shomi Iroqdan, yaqindagi yaxshi bo'lar Iroqdan. Foydalanib o'chib qolgan chiroqdan, nazar qilib umidini o'zdirmang. Yeringizni o'zingizdan bezdirmang. Yeringizni o'zingizdan bezdirmang. Hamsut emgan banda yursa yurgandir, balki uni shayton yo'ldan urgandir. Hamsut emgan banda yursa yurgandir, balki uni shayton yo'ldan urgandir. Tavakkal qilib bir bor ko'rsak ko'rgandir, o'zga yorni xayolida kezdirmang. Yeringizni o'zingizdan bezdirmang.